Alimonat bunaqa emas. Seni gapirish qildi, men dedim, uni gapirish qilma. Sana bunday dedi. Keyin Nima deb so'kyapsan? Nima man orqamdan nomerlarimni oxirini aytdim, men bu amni sizliman deb o'tiribsan. O hamma kelib yozdi. Men sen nomering qayerdan bilaman? Men qayerdan bilaman? Men senga 2 marta, 10 marta aytib qildimki, odamlarning gapiga ishon qilma. Sizni yomonlab so'kib o'tiribdi dedi. Men yomonlamadim. Men aytdim, o'zi yosh qiz bo'lsa dedim, 2003-yil bo'ladigan bo'lsa dedim. Men undan 10 yosh kattaman dedim. Nima unga men hurmat qildim? Nimasini hurmat? Men seni masalan kommentariyangga ham kirgan paytim, yaxshimisan, zo'rmisan deb salom alaykum qilganman o'shanda. Yaxshimisiz, zo'rmisiz demaganman men. Prosta menga qara, men seni singlim sifatida chiroyli muomala qilaman. Yo, davolni gap gapirmadim. Prosta nega ko'chada ko'rdim seni dedim. Men birinchidan nima uchun sen gap gapirmadim. Men bu hayotda mana shu dunyoga kelmanki, eng ko'pincha erkak zoti bilan ayol zoti bilan urushib ketganim sababi meni sanlashi bo'lgan. Meni kerak bo'lsa yigitlarim sizlaganda, meni yoshligimdan tarbiyam shunaqa bo'lgan.